Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyamızda başlayımız. Leksiyada Sıdıka Cüroza Başlangıç'ta sözleyimiz. Bugünkü İslağa 2021 yıl 6. ayının 6. günü ettiği yakşembe vatandaşım. Bugün vaziyetten haber kısak şundak ki hazır Cansince'nin torbiti, Çimpokun'un torbiti. Şundakla Beycan'da yarışarı vakit gazetinin tahliri hoşucunun haberleri. Hemmisi koşup silahı haber deyip yakillikse deyip yetkizdiği vaziyet çünkü vatandaş. Amerika Koşmuş Ştatlarının bir tane harbi aeroplanı Tayvan harbi aeroportuga düştü. Bu haber azı torbetide partlaş karakterlik haber peyda kıldı. Bunun tefsilatı yoki yazma tefsilatını tayyorlashga ulgurolmadik bugünkü haber. Tunigan tayyorlagan leksiyamizni sizlarga so'zlaymiz. Lekin bir abzas so'zni shunda ushurtib qoldim. Bir yazma haberda nima dedi deseniz, agar oldingi shart Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy aeroplani Tayvanga tushgan kuni urush. Jungolar shundoq degan ekan, urush boshlanadi deb ekan. Hozir jungolar yoki jungo armiya taraf yoki davlat mudofaasi tarafdan yoki tashqi ishlar bayonotchi tarafidan bir narsa deganni men hozirgacha ko'rmadim. Bugun chiqam deya, bundan keyin chiqam deb bilmayman. Biroq hozir xo'shijin nim dedi. Bu Tayvanga tushgan Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy aeroplanini portlatish kerak yoki pachaqlab tashlash kerak dedi. Bunda xo'shijinning nochiligi, bir odamning nochiligi markaziy komitetga vakillik qila olmaydi. Ya o jungo armiya tarafga vakillik qila olmaydi. Shundaqla xo'shijin garchi organ gizdan tahriri bo'lsa-mu, o mamlakat xalqi vakillik qila olmaydi. Buni qo'yib turaylik. Endi bu aeroplanda o'ltirgan kishilar kimlar deb so'rab ekan. Birinchi bu aeroplanda o'ltirib Tayvanga ziyorat kelgan kishilar Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasining 3 nafari senatori. Buning ichida hozir so'zlaymiz 2 nafar senator Kengash palatasi harbiy ishlar komitetining a'zosi. Bunda ketdimi vatandosh? Ondan bu aeroplanga qochilangan moddiy lavazimatlardan aytsak, Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan xalqi va Tayvan hukumatiga bergan yordami vaksina yuqumli kasallikning oldini olish uchun urilgan vaksina. Bu hozir xalqaro jamiyati yuqumli kasal tarqalayotgan bir paytda vaksina masalasi jiddiy bir masala yoki davomli so'zlanayotgan masalalardan birisiga aylandi vatandosh. Allaqachon aylanib bo'ldi. Endi biz bugungi vaziyatni mushu desak, Jungo Amerika munosabati yana boshqacha bir munosabatlar doirasiga kirib qoldi. Shu kunlarda hozir Oqsaroy prezident Joe Biden ma'muriy buyruqqa imzo qo'yib, Amerika shirkatlarining Jungoda harbiy tarafga munosabatli shirkatlarga mablag' solmasligi to'g'risida bu buyruqqa imzo qo'ydi. Jami 49 shirkat, buni aytib zo'r shirkat degan gap. Bu endi shu masalalar bilan qo'shib kelganda endi eng nozik balki eng zil masala harbiy aeroplanning Tayvanga tushganligi. Shundaq paytda hozir anglashlar qaraganda, berayotgan xabarlardan qaraganda Urumchi va boshqa joylarda vatanning, mustamlika vatanning harbiy holat bo'lmasimi jiddiy holat shaklida muomala qilayotganligi. Chunki buning qo'rqayotgan tarafi Tayvan bo'g'zi. Endilikda bostirish, qo'rqqanga qo'sh ko'rinar, bostirish elib berayotgan rayon Uyg'uriston mustamlika rayoni. Xitoy hozir ikki boshda, ikki tarafga chepib yoki ikki kemining quyrug'iga dastlab alaq bo'ladigan davr keldi-mi qanday? Bu munosabatning jiddiy o'ttirg'i chiqishidan boshqa biz sizlarga aytdikmi 8-9 oy nihoyatda belgilik oylar deyilgan edi. Masalan buning
bu xabarning avtori davomliq men sizlarga deb keldim. Kimin Şavtat. Bu to'xtama 2-3 kundan beri shunday so'zlab o'tdi. Vaziyat jiddiyligi shu. Mayli torbatdagi obzorchilar ko'p turib so'zlasin, mayli ko'p turmay so'zlasin, mayli reallik paketni anlıqçılarının aldığı taşlısın. Gap nima desa, o'tgan arlıqda sizlarga so'zildik. Buni xuddi yuqori qolib nima dedi? Tayvanga Amerika Qo'shma Shtatlarining quruqliqda chiqib jang qilg'ich harbiylar kirib keldi dedi. Ehtimol buning ya 10 kun bo'ldi ya 15 kun. Bugun endi aytimiz harbiy aeroplan Tayvanga tushdi. Biz bu yerda qo'yadigan savol faqatla bir. Çünkü kompartiyasi sizga set bo'ldimi qandaq? Mesela atog'un 7-oyning 1-kuni 2021-yil qurilgan Jungo kompartiyasining 100 yilligini xotirlaydigan kunlarda bu sizlarga set bo'ldimi qandaq? Endi gap og'izdan chiqqan gapni o'rinlash kerak. O'rinlamagandekilla vaqti bu davlatning inovatini tugaydi. Devlet rahbarlarının inovatini tugaydi. Şuna ağızdan gap chiqargan vaqtda ait ehtiyotchanlik bilan, salmoqlik bilan gap qilish to'g'ri keladi. Sababi uning hurdisidan chiqish kerak. Qani, marhamat. Jo'naqa.